Туғандар, ассаламу алейкум. Бүгін 11 май 2025 жыл Ноқат мал базарынан туғандар. Бұл видео жалаң сіздерге бұқалар болады. Бірден лайкты басыңыздар, комментарий қалдырып, достармен бөлішіп, мынау ушул жерден бұқан бағылдады. Білелші қанша бағылды екен. Қаншаға жетіп кетті? 160 мың сомға жетті бері. 160 мыңға жетіп, қайра содасы бұзылып кетті. Туғандар, бұл видео жалаң бұқалар болады. Бірде лайкты басыңыздар, комментарий қалдырып, достармен бөлішіп. Қанша екен басы? Kimden ekan onu bu? Bas qancha bun? 200. 200. Bun yaş qanday qoldi ekan? Baykeji degan. Ne degan? Baykeji degan. Bun yaş qanday qoldi? Yaşı bilmem. Qancha qildi ekan bozor baho berdi-mi? Baho qo'ydik. Bag'indak, ha? So'zangiz bersin ekan. Aylasin mana yoqda. Eng prosmotrlar, yaş qalgan prosmotrlarimizdan bu biri buyursa. Qancha ekan bular? Bos qancha ekan? Bahosini 270 deyapman, men 2 avro. Qancha ekan? Ha, bunlar ko'p, ha. Qancha qildi ekan? Baho berdi. 243 ming bundan lekindan. Juvuna. Ular yaş qanday? 2 yaşmi? 2 yaş, mananisi 2 yaş bo'lgan. Mananisi Mal 2 yaş bo'libdi, bu bo'ldi ekan. Nazar versin. Assalomu alaykum. Qancha ekan bu? 170 lira. 170. Bu yaş qanday qoldi aka? 8 yaş. Qancha bag'ildi aka so'radi u? 140 ming so'radi. 140 ming. So'zangiz bersin aka. Benim biliyorsun şimdi olgan emas. 7 ay bo'lganda tug'anim. Qaysi bag'itasiz? Anan git tortib olganda. Allah Qashqar. Qancha verdingizlar? 160. Tortib 120 berdim bo'ldi. Qashqar. Qanchaga yetib qoldi? So'raymaylik. Qancha bo'ldi aka? 135. 135? Ya 335 taroziga edi. Ha. Qaysini bag'itasiz? Qaysi biri qancha var? 8 tasi bo'lyapti. Ha, 80 qancha bo'ldi aka? 8 tasi. 54 mingdan. 154. 154 mingdan 8 tasi deydi. 1 2 3 4 5 6 7 8. 154 mingdan. Maşallah. Da 8 tasi bir eganda, значит. 3 4 5 6 7 8 tasi.
Boşunu ben baraka kılıp Qancha verdingiz aka? 130 lira oldu. Yok, özünün koy biraz. 30'a vermeydi. Ha, 130'a vermeydi etken. Sendagini 33'te veriverdi. Gel oynab o'tam. Otursam Tutuğa vermeydi degan. Şef qancha pulli buni? 121 so'rashdi. 121 ming. Yosh qanday qoldi dedingiz? Yekitish. Ha, yekitish. 121 mingga berib. Bor baylangdan shu. Biraz bayda şuraya geçin de onu. Şef kaçtın bağı taslak? Sizga xira. Ama bu. Qancha verdingizlar? Men sotuvchi. Senaka verdi. Senaka. Şef qancha verdingiz? 105. 105 milyon verdi. 210 milyon. Eko. 210 ming. 210 milyon dedik o. Soda olacak 210 ming. 110 mingga bermaydi. Boshqalarni ham qancha oldu? Tortma dedik o. Ya demek ki Rossiyaga salom yo'lladim. Assalomu alaykum. Şef bu qanchaga aka? 115 ming. 115 ming. Bu yaş qanday qoldi aka? 2 yaş. Qancha berdi bozor? 110 ming. 110 ming berdi. Yaxshi. Sozangiz bersin aka. Şef bu qanchaga aka? 115 ga ketdi. Ha, sotildi va 115 mingga. Bu yaş qanday qoldi? Yaşı 2 yashar bo'laylik. 2 yashar bo'ldik. 115 mingga sotildi. Baykachi degan. Hoji assalomu alaykum. Dag'a sotildi. Shul bu. 13 berib qatnarasa. Nima? Qarasa. Qanchalik? 113 berib. 113 ming. 213 bertotgan qarang. Buna tuğanlar realniy bağları. Dostum bu qancha ekan? 100 ming. Qancha berdi bozor? So'raylik, ha? Sodan olib bersin. Ulan da Şey bu qancha ekan aka? Kaç olsun bak. 101 yarım ver o da. 101 yarım. Yaxshi. 101 yarım ming beribdir. Bu yaş qanday aka? 1 yarım mı? Beğendik. Ko'pchilik xursand Qancha verdingiz? bormi? Şu an bormi? 97 bo'ldi. 97 ming. Jetim. Bol qoldi. Ekitish bo'lib qoldi dedi. Qanchadan ekan pullar aka? 125. 125 mingdan. Qoldi? Qar yaxshilar. Yaxshilar. Qanchadan berdi aka bozor? Aytver telefon qala bul. Ketgan yerda aytavering. 96 dan so'radi. Nokonmi? Ha, yaxshi. 96 mingdan. Deding 15 ekanda. Hech kim aytganiga bermagan shu ikkisini qo'yib ber. Bo'ldi. Yaqin Deding 15 ekan. Qancha verdingizlar? 110.
14. Ha 14 mü? Ha 114 mü? 114 mi? Ne kanal diyor ne bu? Baykacı degen. Baykaycı. 35'ten beri veren bana versen sıradalar. Şef kaçıdan bular aga? 90 mı? 90 mingden. Bu yaş qanday bo'lib qoldi? 1 yaştan ötmüyorum. 1 yaş o'tib qoldi. Qancha bo'ldi aka bozor? Dal turaylik deydi. 80 ayak bir ağda. Mas satıldı deymi qancha oldi? Tortu kötüzü o. Yo'q, shunda. Bayağı bunday dadil bos aytildi hozir. 97 miyim? 97 ga satildimi? 97 ga. Bayağı bağıldadılar. Qancha qanaqa pul o? 88 ga vermem. Ha, 88 mingga berib o'tdi. 88 mingga berib o'tdi. Qancha verdi? Biliyordum sorup vermişim. Qancha verdingiz aka? 82 ming. Aka ayt sağ ol. Vaqt sağ ol dedi. Qo'shim dedi. Qancha verdi? 86 по-моему. 90 deb o'tadi. 87 bu. 87 ga chiqib turibdi. Bos. Pul qancha ekan o? Pul qancha ekan? 100 ming. Qancha berdi bozor? Bu yaş qanday bo'lib qoldi aka? Ha. 3 ga borayin deb qoldi. Yaxshi. Şef qancha ekan bu langus? 120 ming. Qancha suradi bozor? 87 ming so'rayapti. 87 ming. Qancha oldi aka shu? Aka. Ha. O'xshayam aytmadi, javob oldi qoldi. Siz qancha ekan puli? 70 qoldi. Ha, 70 ga oldingizlar bu, yaxshi. 70 ga oldi. Qancha verdingizlar? 74. 74 ming. Sen kilogrammisiz? Yaxshi. Qanchaga nega puli? 80 ming. Qancha suradi? 70 ming. Satıldı aka? Yo'q. Qanchadan ekan pullari? 85 dan kam bor. 85 mingdan kam bu. Qanchadan suradi bozor? Yemi geldi. Ha, so'dan xabar bersin ha. Yem deyaptir. Qanchaga aka puli? 70 ming. 70 ming. Qancha suradi bozor? Bozor qancha berdi aka? 67. 67 ming. Qancha verdingiz? 57 der. 57. Juda azayib qoldi, turpoqsaram. Qanchaga pul aka? 60. Qancha suradi bozor? Ha, bo'ldi. Sodan qiladi. Qalan bu qadar to'g'anlar. Qanchaga aka puli? 70 ming.
70 mi? Kaça suradı? 57'ge. 57 mingga turaptır. O pulu qancha ekan? 70. Qancha suradi? 67 Туғандар, мына ушинтип буйруса видеобузду жыйынтыктайбыз. Лайктардан басыңыздар, комментарий калтырып буйруса.